maqsadlar bu maqsad qo'yish tizimi bo'lib, u Jorj Doran tomonidan 1981-yilda taklif etilgandir. Smart so'zi quyidagi inglizcha iboralarning bosh harflaridan tashkil topgan. Specific, aniq, measurable, o'lchab bo'ladigan, achievable, erishish mumkin bo'lgan, relevant, mazmunli va time bound, muayyan muddatli. Bu yondashuv maqsadlarni aniq va puxta rejalashtirishga yordam beradi. Bu esa ularni muvaffaqiyatli amalga oshirish imkoniyatini oshiradi. Keling, smart maqsadlar tizimining 5 asosiy tarkibiy qismini ko'rib chiqamiz. Smart so'zidagi S harfi specific, ya'ni aniq degan ma'noni anglatadi. Maqsad aniq va batafsil bo'lishi kerak. Noaniqlikka o'rin qolmasligi lozim. Aniq maqsadlar odamlar uchun aynan nima kutilayotganligini tushunishga yordam beradi. Bunda nima kutilmoqda, bu nima uchun muhim, qanday amalga oshiriladi kabi savollar beriladi. Masalan, men jismoniy holatimni yaxshilamoqchiman deyish o'rniga aniqroq maqsad, men to'xtamasdan 3 kilometr yugurmoqchiman deb aytish mumkin. Bu nima bajarilishi kerakligini aniq belgilab beradi va batafsil rejalashtirish uchun zamin yaratadi. Smart so'zidagi M harfi measurable, ya'ni o'lchab bo'ladigan ma'noni anglatadi. Bu shuni anglatadiki, maqsadga erishish jarayoni aniq, o'lchab bo'ladigan mezonlar asosida tizimli ravishda monitoring qilish mumkin. O'lchab bo'ladigan maqsadlar shaxsga qanchalik muvaffaqiyatga erishgani va yana qancha yo'l bosilishi lozimligini aniq ko'rishga imkon beradi. Masalan, avvalgi jismoniy tayyorgarlik bo'yicha maqsadga asoslangan bo'lsak, o'lchab bo'ladigan jihati quyidagicha ifodalanishi mumkin. Men haftasiga 3 marta 5 kilometr yuguraman va har hafta masofani 500 metrga oshirib boraman. To'xtamasdan 5 kilometrgacha yugurish darajasiga yetgunicha. Smart so'zidagi A harfi achievable, ya'ni erishish mumkin bo'lgan degan ma'noni anglatadi. Maqsadlar mavjud resurslar va mavjud cheklovlarni hisobga olgan holda realistik va erishish mumkin bo'lgan bo'lishi lozim. Haddan tashqari yuqori maqsadlar ruhiy tushkunlikka olib kelishi mumkin. Masalan, agar kimdir ilgari hech qachon 2 kilometrdan ortiq yugurmagan bo'lsa, atigi 1 oy ichida 42 kilometrlik marafonni yugurishni rejalashtirsa, amalga oshmaydigan maqsad hisoblanadi. Buning o'rniga yanada real maqsad bo'lishi mumkin. Men 2 oy ichida to'xtamasdan 2 kilometr yugurishga tayyorlanaman. Bu yondashuv insonning joriy jismoniy holatini hisobga oladi va rivojlanish uchun imkon yaratadi. Smart so'zidagi R harfi relevant, ya'ni mazmunli degan ma'noni anglatadi. Maqsadlar umumiy va kengroq maqsadlar bilan mos kelishi kerak. Shunda vaqt va kuch samarali va maqsadli tarzda sarflanadi. Mazmunli maqsad insonning uzoq muddatli orzu intilishlarini qo'llab-quvvatlaydi va uning hayotiy yoki kasbiy faoliyatining kengroq ma'nodagi yo'nalishlariga mos keladi. Masalan, agar kimningdir orzusi sog'lom bo'lish bo'lsa, unda muntazam yugurishni maqsad qilib qo'yish mazmunli hisoblanadi. Agar insonning asosiy maqsadi ishdagi ko'nikmalarni oshirish bo'lsa, unda sport bilan bog'liq maqsad unga hozircha kerak emas yoki muhim bo'lmasligi mumkin. Va nihoyat, smart so'zidagi T harfi time bound, ya'ni muayyan muddat bilan belgilangan degan ma'noni anglatadi. Maqsadlar uchun aniq muddat qo'yilishi kerak. Bu odamni harakatga undaydi va maqsadni ortga surib yurishni oldini oladi. Muddatlar motivatsiya beradi va natijalarni vaqtida kuzatishga yordam beradi. Masalan, men to'xtamasdan 5 kilometr yuguraman deyish o'rniga vaqt bilan bog'langan variant quyidagicha bo'ladi. Men 2 oy ichida to'xtamasdan 5 kilometr yuguraman. Aniq muddat doimiy harakat va yo'ldan chiqmaslik garovidir.